Assalomu alaykum, hurmatli hamkorlar. Mana bugun agrobank kasblaridagi mahallaga bo'lgan tadbirkorlar uchrashuvi. Tadbirkorlik qilishdagilarga bank sohasida ham mo'lal bo'lsa, demak, kelib turishim mumkin. Keling, bitta kerak qara. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlarga O'rindu. Yillarimiz 90lik 877 26 78. nima qilyapsiz? Chorva. Kreditmi? Necha olmoqsiz? 17 milliongacha bo'ladigan anonsini olmoqchiman. 17 million ikkita maqsadimiz bor. 17 milliongacha biznesga ko'mak qilganimiz bor. Mahalla loyihasi ham bor 50 milliongacha. Bunda shaxsiy bo'lish kerak. Chorvachilikga qaysi katta bo'lgan mayda bo'lgan? Mayda. Mayda bo'lgan. Uyda mol boshqacha bormi? Hujjatlar bergansiz? Topshirgansiz? Nima? Hujjatlar topshirgansiz? Topshirgansiz. Bu naqd pul bermaydi, faqat o'z nomiga o'tkazib tashlayveradi. O'z nomiga o'zicha farzandlari o'rgatsa, o'sha kredit oluvchi nomiga karta ochiladi, karta tashlayveradi. Bu kartani olib keldik kecha. 12 million sug'urtasi bor, sud to'lovlarni o'z qilishingiz kerak. 410 ming so'm, 408 ming so'm, 410 ming so'm bo'ladi to'lov. Bunda o'sha bitta sug'urta to'lov qilamiz. Sud to'lovi bor, bank to'lov qilasiz. Bankga kecha qilib keldik. Bu bank o'z uchun-da. Bitta topshirgan bo'lsa-chi, masalan. Hozir. Mayli. Keling. Mana bu yerda ham bo'ladi. Nasıl yapıyorsunuz? Çorbaları çocuk olmuş. Eğitimden geçer. Hadi o. Bir de mol şartı var ha. Doğru. Dışarıda işlemesini. Ya işler var da. Şahsi. Ha şahsi. Dışarıda oraya götürmek. Ya. Çarpıyan orada işlemesi Ya. gerek. Doğru hem bu sistemi. Öyle iş. İşlemesi. Ya. Ziyan bu şekilde o yakınlıktan yakın. Uzun kayklaşladı. Uzun taşıyırlar. Var. Doğru gelirlerdi. 25 faiz. Auto imtiyazları var. İmtiyazları farklı. Siz autodaki asıl harcayan bir faizden duramaz. Var. Şöyle. Siz de tavsiyenizi koymasın mı? Assalamu alaikum. Evet, bir soru tutuyorsun. Dikkat edin. Lekin bizdagi bog'ariqqa mahalla. Yo'q, tushundim, bular aytyapti, o'sha qanday o'tkazdim? Men o'z bog'ariqdaman, endi oldim. Hozir biz yaqinda tugatildik-ku. Men to'laganman davlat to'lovini moliyaga, olib chiqayo, hujjat. Egalik huquqi. Men o'zim endi eski bog'ariqda turibman-da, endi hozir o'tkazib to'layman. Asıl soyga borsa, bog'ariq demak o'zgartirib beradi, kadastr borsangiz. Endi men o'zim kadastrimni o'rgashman. Shuni aytaman, o'sha hozir Asıl soydan da qilasiz ishni. Asıl DNO'da yozib bersa, sizga tugaganacha maydadan DNO'ga bankdan chiqadi. hozir boshqa banklar borsa, unda ketyapti, bog'ariqdan o'tyapti. O'sha bankdan bizda degan mahalla, bog'ariq mahallasi yo'q-da. Biz endi qaysi nimaga kiramiz? Hozir men bo'lsa bir o'zi oladim kadastrga. Yo'q, demoqchi. Bizga o'zi qonunni bergan, davlat to'lagan, Feruzoniki kutib turibdi. Oradan aytib kelsak, asıl soyga borasiz, kadastringizni olib borasiz, bog'ariq DNO'da yozib berasiz. Bu birov qo'yadi degan, o'zini o'ziga bog'ariq DNO qilib berasiz. Chunki mahalla qisqardi, mana o'ylaymiz.
Bog'atga joy degan beringlar. O'sha yerda ma'lumotni ololmayapman. Mayboldan aytsiz. O'sha bog'atga o'sha degan qo'yib. Mayda olgan, qayta olgan bo'lmoqchi. Mayda. Juda 50 million sharoit solib mayda olgan. 10 ta berayotganmi? Yo'q. Ishlaysizmi? Yo'q. To'lovni qanday to'laysiz? To'lamaysiz. To'lovni oyma to'lovni qanday to'laysiz? Besh farq. Kafillar bor. Kafil yo'q. Qanday to'laydi? Oilalarda kafil. Ya, siz o'zingiz qayerda to'laysiz? Nima hisobda to'laysiz? Biz degan. Sizga daromad hisobida bo'lsa, oilamiz Oyma hisobida. daromad to'lamaysiz bo'ladi. Bo'lmasa oilam ishlaydi. Kafil. Domla oyma tushadi oylik. Ko'taradiganmi? yo'q, Yo'q, o'sha shuning kadastr uchun muammo uchun muammosi to'xtatib to'xtatib turibdi. Pasportini taqishdi. men tushuntirdim. Bugun boring Shavkat aka. Bugun o'zingiz kadastrni olsangiz bo'laydi. Faqat Bog'arab Denoq yashadi. Hozir Bog'arabda ham mahalla yo'q. Shuni aytayapman. O'ziniki o'tamiz. O'zidagini olib boring, men o'zim. Yo'q, o'zida bera olmaysiz. Kimdir olasiz kerak. Shunday kimdir olib borish kerak ekan. Sizlar topshiriq qo'ydik masala yo'q. O'tirib turing ketmang ekan. Yomon tashqari qo'yadi. Yo'q, chiqmaydi. Yo'q, ketmayman, rosa bo'lib. Yo'q, keltirib tursin. Assalomu alaykum. Ismingiz? Toshqulov Farid. Guvohimiz? 99 713 88 Nima so'rayapsiz? kredit masalasi bo'yicha bayram berishlik. Ancha ekan. Tushunamsiz? 7 million. 50 milyon paranı bo'lsa, uy sharoit so'radimi? Bor. Paranda ham hozir 100 milyon bo'lganda ham ish bilan ancha narsa bergan. Bor, sizmi? Shug'ullanadimi? Qanaqa olishadi? Biror tovuqni yoki tuxum yo'nalishidan, go'sht yo'nalishidan qanaqa tovuq yetishadi? Ikkalasidan go'sht ham tuxum go'shti. Juda topilgansiz? Ha, Hujjatlarni ham berganman. Shaharchasini yo'q. o'zidan karta ochasiz, o'zidan karta tashlayverasiz 25%. Oldin 20 edi, ayniga 4%, yo'q, shayaqdi. 25% aniq qildi. Kartani olsa, 5 yildan 2 yil imtiyozlar bilan 2 yil imtiyozlarda foiz to'laysiz, 2 yildan keyin 3-yilga borib asos tarafdan foizni to'lay olasiz. Tushunarli? Juda berganmi? Berilgan. O'zida bergan shug'ullanib qabul. O'tirib turing ketmang Farid. Assalomu alaykum. Assalomu Ismingiz? Xo'jayeva Vasila. Hola, atención. Roja, no podría comunicarme. Nima? Yo'q. Ya me han tocado una crisis mucho. O'sha ¿Cuál es la de ti? 88 293 0308. Olma kadar üniversiteye öğrenmiş. Xo'jayeva. Hozirchi. Hozir Chorvoy. Hiç olamazsınız. 12 million. Ayrı bunu yakalamak. Aynen. Oldin kötü yapıyorsunuz. Hozir yo'q. Mamma qo'ygansiz 3 oy to'lalar, 3 o'ziga qo'ygansiz, oymi yo'q deysan? Yo'q, kelmayapman. Qancha qo'ygan sizlar? 2 million 700. Hozir 2 Bu million. kredit olib, bu kredit yopmaysizmi? Yo'q, Yopganda necha olasan? ha, hozir to'lab nima qilib kelaman-da. Kredit taqdan ko'rasizlar. Oldindan muddatlar o'tkazib yopganingizdan keyin bermaydi. Yo'q, umuman o'tib birorta imkoniyat. Jumay to'lab bo'lib keyin beradi, boradi keyin qabul qilmaydi boshqa. Muammo bo'lmagan. Yo'q, mana o'zlari emlashadi. Bo'ldi, juda topshiriq Hammasi chiqadi. hozir. Mayli. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlarning sizlarning 8 sanoat 23.
Nima qilyapsiz? Bizdan cho'chiyga. Necha olasiz? Hozir tikuvchilikda uyda qilasizmi yoki joyda olasiz? Joy bor, nechta ishsiz bor? Hozir 50 millionga 5 million desa ham 10 ta ish boshlayapti. 5 million emas, 3 million. O'quv markazi ham. Ko'proq ish boshlamasizmi unda? O'zi boshqa hech qanday daromadi, rasmiy daromadingiz yo'q-a? Juda daromad kammi? Qancha ekansiz-a? Ish maoshi olasizmi yoki ish maoshi? Ish maoshi. Juda o'tganda chiqarishadi. Kelganlar uchun rahmat. Yana boshqa masala bo'lsa ham bemalol mahalla bankimiz bor, mahalla agentligimiz bor. Unga ham qolib qolsalar, bankka borsalar, Abdulaziz Fazliddinni bemalol o'tkazishim mumkin. Rahmat, sog' bo'ling.